O'zbekiston Respublikasi Xalq deputati Interhouse brendi asoschisi Tillayev Alisher Hasanovich bilan bo'ladi. Anchadan beri qiynayotgan savollarga ochiq-oydin gaplashamiz. Interhouse Lyceum va Interhouse in Tashkent nima farqi bor ularning? Birinchi xususiy akademik litseyga, xalqaro akademik litseyga demak asos soldik. Biz maktabda o'qiyotgan paytda Interhouse'ga kirish bu universitet darajasida ham deyishimiz mumkin edi. Brend nimasi bilan brend bo'ladi degan narsaga keladigan bo'lsak, o'zining eng chiroyli tarixi bilan. Yildan yilga abituriyentlarni test yecha olish ko'rsatkichi tushib ketmoqda. Demak, bugungi podkast ikkita doktorning o'zaro fikr almashtiruvi. Interhouse Lyceum 5 yil davomida kirish ko'rsatkichi 100%. 199 dan emas. Bitta ikkita xato qilsangiz kirmaydigan universitetlar. Hozirgi paytda bilasiz, xususiy sektorda haqiqatdan uzoq bo'lgan narsalarni taklif qilishadi. Birinchi sinf bolasiga Garvard qiziq emas. Ilmiy tadqiqot instituti darajasida ishlaydigan ekspertlarni jalb qilgansiz. Xususiy sektor sifatida sizga bu zarar emasmi? Bizga ustozimiz nima derdilar? Второе место, не место. Bir emas, ikkita diplom bilan akademik litseyni tamomlashmoqda. Rolls-Royce reklama qilinmaydi, lekin Rolls-Royce. To'g'ri, albatta. Agar inson o'zi gapirayotgan narsa to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmaydigan bo'lsa, bu albatta soxta ilm deb ataladi. Demak, bugungi gapirilgan har bir gapni gapirishdan avval biz 12 yil yoki 20 yil davomida tajriba to'pladik. Bog'cha, maktab, akademik litsey yoshlarini bir tom ostida birlashtirishga erishdik. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun ko'pchilikning talabi va qiziqishlari asosida podkast ko'rinishida ma'lum bir savollarga javob berishga harakat qildik. Va bugun, agar aytish mumkin bo'lsa, mehmonim sifatida pedagogika fanlari falsafa doktori, O'zbekiston Respublikasi Xalq deputati va Interhouse brendi asoschisi Tillayev Alisher Hasanovich bilan bo'ladi va bu yerda men moderatorlik baxtiga muyassar bo'ldim. Men Interhouse Lyceum maktabi STEAM akademik dasturi rahbari, texnika fanlari falsafa doktori Ozod Fezoz bo'laman va bugun siz bilan kelishgandik. Ota-onalar, mehmonlar, ko'p qiziqqan odamlarni o'tkir savollarga hech qanaqa qo'shtirnoqlarsiz, hech qanaqa aytamiz-ku, qo'shimcha kosmetikasiz keling, ochiqchasiga savollarga javob beraylik. Shunda ko'pchilikni mushkulini oson qilgan bo'lamiz shu savollar bo'yicha, agar qarshi bo'lmasangiz. Assalomu alaykum avvalambor, hurmatli E'zozbek, hurmatli kuzatuvchilar, barcha ota-onalar. Bugun men ajoyib bir podkast dasturiga start berdik. Men bundan juda ham xursandman. Siz aytganingizdek, albatta ko'pchilikni anchadan beri qiynayotgan savollarga ochiq-oydin gaplashamiz. Shu nuqtai nazardan sizdan ham aktiv bo'lishga, tadbirda bemalol o'zingizni qiziqtirgan har qanday savollaringizni berishga hamda fikrlaringizni bildirishga men sizni chaqirib qolaman. Albatta, barcha savollar ijtimoiy tarmoqdan bizga murojaat qilganlar va ochiq eshiklar kunida kelgan ota-onalardan kelib chiqqan savollar bo'yicha endi o'zimdan xodim sifatida, qiynovchi va umuman olganda ta'lim jarayonida 12 yildan beri ishlayotgan inson sifatida ma'lum bir savollar bor. Azgicha o'tkir bo'lishi mumkin. Ozodbek, qara, ikkalamiz ham unaqa yoshimiz katta bo'lmasa ham, yosh bo'lsak ham, demak bugungi podkast ikkita doktorning o'zaro tajriba almashinuvi, fikr almashtiruvi yoki o'sha battle ko'rinishida davom ettirsak, meni taklifim shunday. Birinchi savol. Interhouse Lyceum bor va Interhouse in Tashkent bor. Interhouse Lyceum lekin maktab formatida hamma ota-onalar beradigan savoli Interhouse Lyceum va Interhouse in Tashkent. Nima farqi bor ularning? Ya'ni ruschasi aytganda, с чем это есть? Da. Qarang, E'zozbek, juda ham o'rinli savol, chunki bu savol menga so'nggi 2 yil ichida juda ham ko'p berilmoqda. Odamlarga tushuntirish jarayonida hech ommaviy axborot vositalari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali, demak, ommaviy bunday javoblar bo'lmagan ekan. Bu juda ham bir mukammal narsa. Bugun keling, shu narsani ochiqlab beramiz. O'z kuzatuvchilarimizga menimcha manfaatli bo'ladi. Demak, International House Tashkent akademik litseyi respublikamizning eng ko'zga ko'ringan nufuzli davlat ta'lim muassasasi hisoblanadi. Menda bir shunday bir ajoyib statistikalar
haqqim ham bor bu narsalar to'g'risida gapirishga, chunki so'nggi 12 yildan beri mazkur akademik litseyni rahbari sifatida faoliyat yurityapman. Juda ham ko'plab yoshlarni dunyoning eng ko'zga ko'ringan nufuzli oliy ta'lim muassasalariga tayyorladik. Juda ham ko'plab ota-onalarning baxtini ko'rishga bizga nasib qildi. Demak, davlat ta'lim muassasamizga har yilgi qabul jarayonlari vaqtida juda ham ko'plab xohlovchilar, abituriyentlar o'z hujjatlarini topshirishadi. Kvotalarimiz chegaralangan har doimgidek. Demak, примерно 200-260 nafar iqtidor egasini biz bir o'quv yiliga o'qishga qabul qiladigan bo'lsak, abituriyentlarimiz soni bir necha mingtadan oshib ketadi. Har yili imtihon javoblari chiqqanida juda ham ko'plab o'quvchilarimizning, abituriyentlarimizning ko'z yoshlarini ko'ramiz, ezilamiz, siqilamiz hamda hozirgi kecha kunduzda juda ham bozor iqtisodiyotlari sharoitida kerak bo'lgan, demak, o'quvchilarga, abituriyentlarga biz premium klassdagi ta'limni berishga ko'p yillar davomida harakat qildik hamda 2 o'quv yili avval biz Interhouse Lyceum brendiga asos soldik. Albatta, katta bir Interhouse oilasi bilan birgalikda mazkur brendni yaratdik. Odamlarda juda ham ko'p savollar, nega maktab Lyceum deb ataladi? Sizda bo'lsa, yoshlikda o'qiganmiz, maktabda eng zo'r sinf A sinfi litsey maqomida bo'lardi, lekin hech qanday yuridik nimalari yo'q. Demak, biz bugun keling o'z kuzatuvchilarimizga bir xursandchilikni bo'lishamiz. 2025-yil 26-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasida eng birinchilardan bo'lib biz birinchi xususiy akademik litseyga, xalqaro akademik litseyga demak asos soldik. Mana shu javobingizni kutayotgandim. Shu yerdan bitta savol kelib chiqadi. Mana 2000-yilda o'qigan paytimda Interhouse deganda bolalar kelajakdagi deputatlar, katta odamlar, ular o'zining formasi bo'lardi. Boshqa o'quv joylari ham bor edi, lekin biz maktabda o'qiyotgan paytda Interhouse'ga kirish bu qanaqadir universitet darajasida ham deyishimiz mumkin edi. Shu yerdan bitta savol kelib chiqadi. Agar qarshi bo'lmasangiz, endi ko'pchilik savol ber. Interhouse in Tashkent brendi Interhouse Lyceumga qanaqadir ta'sir qiladimi? Aynan shu brend rol o'ynamayaptimi? Nimasi bilan ta'lim jarayoni xususiy litseyi klassik litseydan farqlanadi? Ruscha aytganda, больная точка deydi. Juda ham bir mazmunli, o'tkir savol bo'ldi. Brend nima o'zi? Avval tushunib olishimiz kerak, nima u brend. Lekin ota-onalar nega brendni tanlaydi? Albatta brendni tanlaydi. Brend nimasi bilan brend bo'ladi degan narsaga keladigan bo'lsak, o'zining eng chiroyli tarixi bilan. Bugun bir narsaniga nom bersangiz, u ertaga brend bo'lmaydi. U yillar davomida brendga aylanadi. Demak, reputatsiya deydi, akademik reputatsiya orqali uzoq yillar qilingan mehnat va bitiruvchilarning o'z o'rinlarini egallashi, bir kuchli bir universitetlarda tahsil olishi, ularni xalq manfaatlari yo'lida katta bir lavozimlarda ta'lim sohasida bo'ladimi, iqtisodiyot yo'nalishida bo'ladimi, barcha yo'nalishlarda bitiruvchilarning o'z egallagan o'rinlari oqibatida demak tarix yaratiladi va mazkur chiroyli tarix asosida bu tarixni biz brend deb ataymiz. Albatta, abituriyentlarimizning ko'pligi, xohlovchilarning ko'pligi bu bizni ishimizni osonlashtiradi hamda raqobat asosida yig'ilgan yoshlardan natijaga yo'naltirilish juda ham oson bo'ladi. Qarang, javobingiz o'zidan savol kelib chiqyapti. Mana siz pedagogika fanlari falsafa doktori sifatida, ya'ni Interhouse brendi asoschisi emas, pedagogika fanlari falsafa doktori, ya'ni tajribali, 20 yildan ortiq orqada umuman olganda ta'lim jarayonida nafaqat litsey, institut, hammasini bilasiz. Bitta muammo bor, hech kim bekitmaydi uni. Yildan yilga abituriyentlarni test yecha olish ko'rsatkichi tushib ketmoqda. Ya'ni ular 39 ball bo'ladigan bo'lsa, uni yig'a olmaydiganlar ham bor. 39 ball yig'ib byudjetga kirganlar ham bor. Buni qanaqa tushunsa bo'ladi? Litsey, kollejlarni ta'lim tizimi soddalashib ketganidanmi? Bolalarning ta'limga qiziqmasligidanmi
yoki yana qanaqadir bizni bilmaydigan muammo bormi? Ya'ni hamma beradi hozir bolasini. 100 ball, 200 ball yig'ib chiqadi. Mana shu litseyga beraversan bo'ldi. Keyin o'tdan 40 ball yig'ib chiqyapti. Muammo nimada? Da, bilasizmi, bu savolga sporlashish mumkin. Chunki hamma o'z fikrini aytyapti. Yana bir yuqorida siz bilan hozir gaplashdik-ku. Ta'lim sohasining vakillari, uzoq yil xizmat qilganlar, olimlar baho berish kerak. Ta'limga aloqasi bo'lmagan odamlar ta'lim to'g'risida, bu meni mustaqil fikrim, fikr bildirishlariga haqqiligi yo'q. Meni shaxsiy ko'rishim, so'nggi yillarda o'sha davlat test markazi orqali olinayotgan imtihon natijalarining yildan yilga pasayishi, men ta'lim sifatini pasayishi bilan bog'lamayman. Hammamizga ma'lum, bugun ochiqlaydigan zamonlar keldi. Demak, hukumatimiz, hurmatli prezidentimiz boshchiliklarida ta'lim sohasida qilinayotgan islohotlar mevasini berib boshlaydi deb hisoblayman. Hech kimga demak, nima desam bo'lardi? Sir emas, so'nggi yillarda qaysi darajada imtihonlar olinyapti? Davlat darajasida olinyapti. Ta'lim muassasalar kirish imtihonlarini hal qilishmayapti. Maxsus yaratilgan pavilonlarda onlayn kameralar kuzatuvi ostida, ota-onalarning kuzatuvi ostida imtihon jarayonlari amalga oshirilyapti. Bu degani o'zidan o'zi imtihon jarayonlariga человеческий faktor влиять qilmayapti. Abituriyentlarimiz demak avval ham bo'lgan, bu meni mustaqil fikrim. Avvalgi yillarda demak sun'iy qandaydir ballarning yuqorilangan bo'lishi ehtimoli yo'q emas. Bu bir. Ikkinchidan 12% oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari bugun necha barobarga oshib ketdi. Kvotalar kengaydi. Mazkur natijalar barchasi demak bir necha yillar oldin dinamika, demak ballar pasayayotganda, so'nggi yillarda qanaqa ko'tarilish boshladi. Ma'lum bir universitetlar bor, bitta ikkita xato qilsangiz kirmaydigan universitetlar bor. Bu maksimumdan maksimum olayotgan, natija qilayotgan demak abituriyentlarimiz ham yo'q emas. Bu yerdan bitta savol, ya'ni shu yerdan tushunishimiz mumkinki, natijalar har doim obyektiv o'zi bo'lgan, lekin test jarayonida ma'lum bir inson faktori qo'shilgani uchun sun'iy ravishda ko'tarilgan. Endi esimda biz ham topshirayotgan paytda yozib o'tirasan, oldingda shunda tuflini yechadi, shpargalkani olib chiqadi. Ha, balkim. Endi bizda topshirgan paytda endi sir bo'lmay, sizlar paytda bilmadim. Afsuski buni hamma biladi, lekin ta'lim sohasida so'nggi yillarda oliy ta'lim sohasida ham, o'rta ta'lim sohasida ham demak, kuzatuvlarimiz natijasida yildan yilga jarayonlarning shaffoflashgani, bugun bir ta'lim sohasini egasi, vakili sifatida men sizga shuni ishontirib aytaman. Demak, bunday inson faktorlari umuman deyarli kuzatilmayapti. Yana bitta savol, Interhouse Lashim, mana shu yaqin 5 yil ichida men o'zim bilgan fakt anaqa ko'rsatkich 5 yil davomida kirish ko'rsatkichi 100%. 199 dan emas. 99 dan emas, absolyut ko'rsatkich. Endi shu yerdan bir xulosa kelib chiqmaydimi? Ota-ona kelgandan keyin bolani o'qishga kirishi kafolatlanadi. Ya'ni demak, orqada qo'yotgan bola bo'lsa, xususiy sektorsiz bola o'zlashtira olmayapti. Siz u bilan xayrlashasizmi yoki yo'qmi? Ya'ni xususiy sektor faktorini qanaqa hal qilasiz bu? Qarang, juda ham yana provokatsionniy savol bu. Provokatsionniy. Men agar o'zimni insoniylik jihatidan kelib chiqib bir maqtanadigan ko'rsatkich deb maqtansam, demak men o'zimni kechira olmayman. Ochiqlashimiz kerak. Oldingi savolingizga demak hozirgi javobim bog'lanadi. Demak, brendning rivojlanishi juda ham ko'p abituriyentlarni konkurs asosida o'qishga kirishi, imtihon jarayonlarining o'ta shaffof darajada amalga oshirilishi natijasida demak biz bugun abituriyentlarning qaymog'ini, elitasini demak o'qityapmiz. Ikkita chiroyli statistika aytaman sizga. So'nggi 2 yil qabul jarayonlari vaqtida bizga imtihon topshirib talaba bo'lgan o'quvchilarimizning birontasi ham 14-15 yoshli bolalar to'g'risida gap ketyapti. Birontasi ham
IELTS sertifikatlari yoki SEFR sertifikatlarini taqdim etmasdan kirishmadi. Demak, birinchi bosqichga qabul qilingan talabalarimiz 100% birinchi bosqichni o'zida talaba bo'lgan soniyasidan boshlab B2 va undan yuqori bo'lgan natijalar bilan qabul qilinishdi. Demak, algoritm bor, Algoritm bor, qonuniyat bor, statistika bor. Shu orqali xuddi sportchini olimpiadaga tayyorlagandek aytmoqchi bo'layotgan, men juda ham ko'pchilikka aytamiz, talabalarning shaxsiy yutuqlarini biz shunday tarbiya berdik, ta'lim berdik deb men prisvoyit qilishga meni haqqim yo'q. Men buni ochiqdan ochiq sizga aytyapman. Men jamoamga va ko'plab ta'lim sohasini vakillariga qo'rqmasdan aytaman. Bizning vazifamiz bolalarni buzmaslik. Ularni to'g'ri yo'naltirish, ularni katta hayotga tayyorlash va ularning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarini tanlovida ishtirok etish va qo'limizdan kelganicha ularni mazkur ta'lim muassasalariga yo'naltirib berishdan iborat bo'ladi. Shu yerda juda ham qiziq, sizni gapingizdan iqtiboslik olaman. Bolani buzib qo'ymaslik va boya aytganimizdek algoritm strategiya bor deb. Va bu albatta natijaga olib kelyapti. Lekin hozirgi paytda bilasiz, xususiy sektorda juda ko'p takliflar va ayniqsa hozir internet davri bo'lgani uchun ko'pchilik biladi, bizning mehmonlarimiz ham maktab qidirayotgan paytda ham, men ham hozir farzandim bor, men ham ko'p qidiraman va bevosita reklamaga e'tibor beraman. Bilasiz, Instagram algoritmlari qancha ko'p qidirsangiz, shuncha ko'p taklif beraveradi. Va u yerda bir xillarida ekspert sifatida jalb qilinadigan odamlar, deylik, juda ham haqiqatdan uzoq bo'lgan narsalarni taklif qilishadi, tizimlarni taklif qilishadi va albatta rekord natijalarni taklif qilishadi. Tajribasi bormi yoki yo'qmi, uni jamiyatda backgroundi qanaqa deganini bilmaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Bunaqa narsalarga chora ko'rish qanaqasi bo'ladi? Chunki bir bolani hayoti to'g'risida gap ketyapti. Universitetga kirish kim uchundir orzu. Men paytda bizadan 17 dan bitta onasi kirardi. Bu hayotda taqdiri ham hal qilib qo'yardi. Demak, E'zozbek, qarang, juda ham bir og'riqli nuqta, og'riqli savol. To'ppa-to'g'ri aytdingiz. Biz bugun siz bilan ikkita ta'lim sohasini vakillari ta'lim to'g'risida gaplashyapmiz. Endi sizda bir statistika bormi? Kuzatuvchilar, ota-onalar necha foizi demak ta'lim sohasining vakillari hisoblanishadi. Bizda yo'q unday statistika. Hamma ham, har bir oilada ham demak ta'lim sohasining vakili mavjud emas bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, birinchi masalangiz reklama. Reklama bu hozir ijtimoiy tarmoqlar davrida yashayapmiz. Usiz iloji yo'q. Bozor iqtisodiyoti degan narsa bor. Konkurensiya, raqobat degan narsa bor. Albatta reklama kerak, lekin reklama halol bo'lishi kerak. Chunki uni kuzatuvchisi, uni ko'rayotgan inson bir odamni chiroyli oratorskiy gaplari orqali, berilgan va'dalari orqali o'zining zurriyodini, farzandini ishonib berishi mumkin. Berishsin. Agar gapirilgan gaplarning tasdig'i bo'lsa, o'sha mukammallikka yetaklanilsa, demak bu zo'r bo'ladi. Lekin men bir narsaga e'tibor berishingizni qarataman. Bir ikkita reklamalarni ko'rdim. Garvard to'g'risida gapirishadi, Oxford to'g'risida gapirishadi. MIT da ko'pchilik gapiradi bu masalalarni. Albatta, planka deymiz, u plankamiz yuqori bo'lishi kerak. Lekin o'sha planka yaqin kelajakdami yoki uzoq kelajakdami? Yaqin kelajakda bo'linadigan bo'lsa, nur ustiga. Chunki oliy ta'limda 4 yil, akademik litseyda 2 yil, maktabda nari borsa 11 yil ta'lim beriladi. Biz maktabni auditoriyasiga maktab to'g'risida gapirayotganimizda uni uzviyligini bog'lashimiz kerak. Birinchi sinf bolasiga Garvard qiziq emas. Yoki o'sha Duke universiteti deymizmi, Yale deymizmi, ular qiziq emas, u bola qayerdan biladi bu narsani?
Demak, auditoriyaga biz to'g'ri gapirishimiz kerak. Ota-ona shu yerda o'qisang, demak, o'sha Yel universitetiga kirarkansan deb bolasini olib keladi. В итоге u narsaga boriladi, borilmaydi. Ungacha u ta'lim muassasasi bor yoki yo'q. Ertaga ochiladi, inninga yopiladi. O'shaning uchun yana o'sha boshiga qaytamiz, demak, tarix. O'zining reputatsiyasi. Necha yildan beri ta'lim muassasasi faoliyat yurityapti va u ta'lim muassasasi qanday natijalarga erishgan, qanday bitiruvchilariga ega va u bitiruvchilari hozirgi kunda qanday mavqelarda o'z hayotlarini davom ettirishmoqda. Demak, bu barchasi demak o'sha akademik reputatsiyaga bog'liq bo'ladi. Demak, tushunishimcha, hozirgi asosiy e'tibor klaster jarayonini amalga oshirish. Ta'lim klasterini amalga oshirish, ta'lim klasterini qo'llash, ya'ni shu orqali bola ozgincha bo'lsa ham bilish kerak haqqa qarab ketayotgan demoqchisiz. Oddiy qilib mana hozir aytganimizda. demak suhbatimizning eng kulminatsiyalaridan biriga keldik desak, men mubolag'a bo'lmaydi. Sabab klaster juda ham bir sevaman bu so'zni. Klaster bu bilasizmi, ko'p yillik orzu deyiladi. Men ijtimoiy tarmoqlar orqali bu mavzuda unaqa bemalol sizga o'xshab hech gaplashmaganman. Bugun maza qildim. Demak, berilgan savol juda ham bir chiroyli javob bergim kelyapti, chunki bu aytyapman-ku, bolalikdan faoliyatimizdagi ta'lim sohasidagi uzoq yillik 20 yildan oshib ketdi, 20-22 yil davomida ta'lim sohasini vakili deb o'zimizni his etayotgan bo'lsak, eng chiroyli orzular yakuni desak bo'ladi, klaster. Demak, biz bugungi kecha-yu kunduzda o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadni juda bir katta qismini uddaladik desak, men mubolag'a bo'lmaydi. Sabab bog'cha yoshidan boshlab universitet yoshigacha bo'lgan yoshlar, bog'cha, maktab, akademik litsey yoshlarini bir tom ostida birlashtirishga erishdik va yuqorida aytdim, 2025-yil buni bir chiroyli yakuni bo'ldi. 26-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasida birinchi xususiy akademik litsey Interhouse Lyceum brendiga biz asos soldik va kelajakda albatta to'xtab qolish yo'q. Bu o'quv yilida bizni kuzatuvchilarimizga mamnuniyat bilan aytaman, juda ham bir katta tizim bor. Yaratilgan tizim, loyihalar va loyihalar nimaga yetaklaydi desangiz, 2 yil davomida biz qiynalayotgan yoshlarni mukammallikka qiynalayotgan, endi bilasizmi, shogirdlarni tarbiyalash jarayonida endi natijaga kelamiz degan paytimizda bolalar bitirib qoladi, oliy ta'limga ketishga majbur. Biz yo'qotib qo'yamizki, albatta ular o'z faoliyatlarini universitetlarda davom ettirishadi, lekin biz shu 2 yillik jarayonni o'zimizni yaratgan metodikamiz asosida kelasi o'quv yildan boshlab 2 yilga tushiramiz. Demak, 8-9 sinfdan boshlab o'sha akademik litsey maqomida o'quvchi yoshlarimizni barchaligisini, demak, 4 yil davomida ularga eng yuqori bo'lgan bilimlarni, malakalarni berishga va natijalarimizni bundan-da chiroyli bo'lishiga sababchi bo'lamiz degan niyatimizda. Yana bitta savol bermoqchi edim. Bevosita hozir integratsiya klaster to'g'risida gapirdingiz. Shu joyda bitta savol kelib chiqadi. Fizika bo'yicha fizika-matematika fanlari doktori, STEM bo'yicha falsafa doktori, tarix bo'yicha Prezident akademiyasida faoliyat olib borgan xalqaro darajadagi ekspertlar, tarix bo'yicha o'zini yo'nalishi bo'yicha eng yuqori ekspertlar, ya'ni universitet darajasida ishlovchi, ilmiy tadqiqot instituti darajasida ishlaydigan ekspertlarni jalb qilgansiz. Xususiy sektor sifatida, birinchi savolim, xususiy sektor sifatida sizga bu zarar emasmi? Ikkinchisi, hozir rejalarim bor dedingiz. Bekorga demak olinmagan. Qanaqa rejangiz borki, agar ochiqlash mumkin bo'lsa, shuni bo'lishsak, nimaga buncha ko'p ekspertlar maktab uchun? E'zozbek, keling, siz bilan biz juda ham bir kuchli ustozlardan ta'lim olganmiz. Bu
alma materimiz, sevimli alma materimiz Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetining yetuk olimlaridan tahsil olganmiz va shu odamlarning o'giti natijasida demak bizga ustozimiz nima derdilar? Второе место не место. Birinchilikka intilganmiz har doim. Mana yana bir marta yangi mavzuga bir hozir nima tashladingiz? 2019-2020 o'quv yilidan boshlab, demak 6-7 yil avval biz O'zbekistonda demayman, O'rta Osiyoda demaymiz, даже MDH mamlakatlarida ham dunyoda analogi bo'lmagan tizimni birinchilardan bu boshladik. Nima degani? Ikki tomonlama qo'shma dastur. Qo'shma dastur ko'p bilasiz. Juda ham bir ko'zga ko'ringan nufuzli universitetlar, xalqaro universitetlarning qo'shma dasturlari mavjud. Nima farqi bor? Nega men aytyapman, analogi yo'q deyapmiz. Analogi yo'qligining sababi butun dunyoda o'rta ta'lim sohasida qo'shma dastur degan narsa yo'q. Demak, oxirgi 5 o'quv yilidagi bitiruvchilarimiz, demak, bizni bitirayotgan litseyimiz bitiruvchilari bir emas, ikkita diplom bilan akademik litseyni tamomlashmoqda. Birinchisi davlat namunasidagi akademik litsey diplomi, ikkinchisi top 300 talikka kirgan universitetning akademik litseyini diplomi bilan. Bularga demak, o'quv yili akademik litsey davridan boshlab o'zlariga proforientatsiya deymiz, o'zlari xohlagan universitetni tanlovini, u universitetning ichidagi beriladigan yo'nalishlar, har xil kuchli tomonlarni o'rganib, to'g'ri qaror qilishlariga demak yetaklamoqda. Bu birinchisi. Ikkinchi masalamiz, nimadan farqlanamiz, nega bunday bo'lyapti degan narsalarga demak bizga bergan, o'z farzandlarini berayotgan ota-onalarga qo'rqmasdan bolaning natijasiga javobgarligimizni, mas'ulligimizni qo'rqmasdan ayta oladigan davrga keldik. Nasib bo'lsa, bu o'quv yilidan boshlab har bir bizga talaba bo'lgan o'quvchilarning, ota-onalarining birinchi yig'ilishida men bu Lyceum, Interhouse Lyceum asoschisi, rahbari sifatida demak, men va'da beraman, mazkur va'dani demak qo'rqmasdan ayta olishga harakat qilamiz. Biz bo'lsa kutib qolamiz albatta ijrosini. Endi hozir 19-20 yillarda dastur boshlandi, qo'shma diplom. Mana hozir 24-25 yillarda hozir yoshdan tilda aytganda trend bo'lib, double degree degan narsa bo'lib, hozir bolalar chiqyapti. Mana hozir ko'ramiz. Endi albatta kelajakda rejalar bor. Men buni aniq ishonaman. Agar imkoni bo'lsa, eng qaymoq tarafini hozir ochiq qilish mumkin bo'lsa, bo'lishsangiz, chunki ota-onalar bo'lsa, hozir mana 6 yoshli bolasi bo'lsa, oldindan ko'ra olish kerak. Nima bo'lardi? E'zozbek, qarang, bitta gap aytaylik shu joyda. Bugungi podkastimiz bemalol o'tirib gaplashish. Men reklamaga bu narsani taqamoqchi emasman. Sizni savolingizdan, provokatsion savolingizdan chiroyli chiqishga harakat qilaman. O'zbeklar so'z tiliga juda ham boy bo'ladi, bilasiz. Juda ham ko'plab yoshligimizdan maqollar bilan katta bo'lganmiz. Har xil yana chiroyli gaplar bilan men sizga savolingizga javob bermoqchiman. Yaxshi mol reklamaga muhtoj emas. Demak, biz o'zimizni kasbimiz bilan, ishimiz bilan, fidoyiligimiz bilan va yetishtirib chiqargan bitiruvchilarimiz va o'qitayotgan bolalarimizning natijalari bilan barcha narsani demak isbotlashga harakat qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, men harakat qildim hozir iloji boricha qanaqadir qiziqroq trend portlaydigan narsalarni anons qilishga. Balkim keyin o'xshab qolar, ko'ringlikchi. Men aniq bilaman, bu oddiy reja emas, bu albatta keyin ko'rinadi. Lekin to'g'ri aytganingizdek, Rolls-Royce reklama qilinmaydi, lekin Rolls-Royce. To'g'ri, albatta. Hozirgi paytgacha menimcha bizani qiziqtirgan savollar to'plami bo'yicha javob olishga harakat qildik. Yo'q, mana qarang, hozir aytdingiz Rolls-Royce. Nimaga aytdingiz bu gapni? Dunyo tan olgan brend. Avtomobil desa kim? Yo Rolls-Royce, yo Mercedes deydi. Telefon desa Apple
iPhone. Mana Apple. Sizga savol. Apple'ning nima desam bo'lar ekan? Asoschisi kimni bilasiz? Savol beraman deb o'zim savolga tushib qoldim. Steve Jobs albatta. Demak, Brand. Apple brendining asoschisi Steve Jobs. Steve Jobs. Sizga savol. Mazkur Apple brendining smartfonlari deymizmi, notebooklari, yana ko'plab ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini kim yig'adi sexda? Endi o'zlari yig'masalar kerak, albatta endi yig'olmaylar. Endi bilishimcha zavod Xitoyda joylashgan. Xitoy ishchi kuchi arzon, shu sababdan xitoyliklar shu yig'adi. Endi sizni mana shu brend to'g'risida gapirgan gapingizga nega o'sha Xitoyda ishlab chiqariladimi, Malayziyada ishlab chiqariladimi, o'sha Apple'ni zavodda o'tirib yig'ayotgan odam nega ular asoschi emas? Chunki ular yig'yapti-ku bu masalani. Ularning vazifasi yig'ish. Demak, men o'ylaymanki, sizni o'sha provokatsionniy savolingizga men chiroyli javob berishga harakat qildim. Bu mavzuni biz ochiqlashimiz kerak. Bilasizmi, yo'nalish lokomotiv deymiz, lokomotiv bo'ladi. Juda ham bir katta jamoa ishlaydi. Har bir brendning brend bo'lishi uchun bir emas, ikki emas, butun bir katta jamoaning mehnati sinadi. Bu bir. Ikkinchidan, xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Demak, bunga yillar davomida erishiladi. Yillar davomida tarix yoziladi. Qarangda, yana bir chiroyli gap. Bugun biz siz bilan Interhouse Lyceum brendi haqida, demak, mazmunli suhbat o'tkazdik. Endi sizga savol. Yuqorida aytdik, 20 yillik tajriba. So'nggi 12 yildan beri Interhouse Toshkent akademik litseyi rahbari sifatida nega 12 yil oldin gaplashmadik bu mavzu bo'yicha? Albatta bu yerda nimadir to'g'risida ma'lumot berish uchun bu bizada ilmiy yo'nalishda ham shu yo'nalish bor. Agar inson o'zi gapirayotgan narsa to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmaydigan bo'lsa, bu albatta soxta ilm deb ataladi. Demak, bugungi gapirilgan har bir gapni gapirishdan avval biz 12 yil yoki 20 yil davomida tajriba to'pladik. Gapirilayotgan gaplarimizni qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri ekanligini filtr qila olamiz va shuning uchun bugun kuzatuvchilarimizga, demak, qo'rqmasdan, tayyorgarliksiz gapirishga harakat qildik. Albatta, o'sha aytganimizdek, hozir hurmatli tinglovchilar, bu 100% improvizatsion holatda bizdagi bor bo'lgan savollar asosida berishga harakat qilyapman. Agar kimdadir qanaqadir qiziq hozir mavjuddan ham shirinroq asal savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiradigan bo'lsangiz, keyingi sonlarda albatta Alisher Hasanovich Tillayev bilan yuzlashgan holda, yana aytganimizdek, mana ochiqchasiga erkin holda berishimiz mumkin. O'quvchilarimizdan ham qiziq savollar kutib qolamiz, albatta. Va ta'lim to'g'risidagi asosiy og'riqli nuqtalar to'g'risida yana ham chuqurroq va ochiqroq ma'lumot bersak. E'zozbek, mana hozir fokus menga bo'lmasligi uchun bugun siz bilan maza qilib bir jamoaning vakillari sifatida gaplashdik. Men hurmatli kuzatuvchilarimizga yuzlanmoqchiman. Ro'paramdagi mentorlik yo'naltirgan, demak, hamkasbim Ozodov E'zoz, demak, nafaqat texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, balkim 2 karra prezident stipendiyasi sohibi hisoblanadilar va ko'pchilik biladigan o'sha katta startaplarda o'z loyihalari bilan ishtirok etgan, respublika miqyosida g'oliblikni qo'lga kiritgan muhtaram prezidentimiz bilan bir necha marta ko'rishish baxtiga muyassar bo'lgan, nafaqat bizni prezident, adashmasam Ozarbayjon prezidenti bilan ko'rishish nasib qilgan va prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan o'sha katta bir loyiha g'olibi sifatida, demak, prezident avtomobiliga ega bo'lgan, yoshlarimiz zavist qiladigan bir yosh iqtidor egasi. Sizga katta rahmat bugungi maroqli suhbat uchun. O'ylayman, bugungi podkastimiz shu bilan yakunlanmaydi va ko'plab podkastlarni birgalikda olish, kuzatuvchilarimizni qiziqtirgan barcha savollarga, demak, javob berishni biz bugundan boshlab bir an'ana sifatida tashkil qilsakda, gapirilayotgan har bir gaplarimiz uchun biz kommentariylar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki qilingan barcha har qanday yo'nalishdagi murojaatlarni
demak javobsiz qoldirmaslikka bugun ikkalamiz kuzatuvchilarimizga va'da bersak. Bugungi podkastlarimizdan bilib olgan narsani qisqacha xulosa qilaylik. Nima ma'lumotlarga ega bo'ldik? Birinchidan, ta'lim sohasi, u yerdagi haqiqiy ma'lumot, qanchalik ta'lim joyini tanlash muhimligi, rostakam 100% ko'rsatkich haqiqatmi, yo'qmi? Shu savollarga javob oldik. Keyingi sonlarimizda bundanda qiziq bo'lgan savollarga javob olamiz. Qanaqa qilib litseyni tugatmasdan turib o'qishga kirish mumkin? Qanaqa qilib 10 ming AQSh dollarlik grantni 17 yoshli bola yutishi mumkin? Oddiygina ta'lim sohasidan ko'pchilik olishi mumkin bo'lgan, lekin e'tibor bermagan narsalarni keyingi sonlarda albatta siz bilan shu sirlarni ochiqlashib olamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, podkastlarimiz davom etadi. Albatta biz hozir tinglovchilarimiz bilan xayrlashamiz va Alisher Hasanovich, kattakon rahmat podkastda. Sizga ham kattakon rahmat. Maroqli suhbat, chiroyli mimikalar hamda berilgan eng polezniy masalalarimiz bo'yicha sizga ham o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon. Yaxshi bo'ladi. Yo'q. Rahmat. Qarendi, anu Bizabloshki. Aha. Yaxshi bizabloshki bo'ldi. Boricha. Aylantirib o'tirganim. Общем, Jahongir aytdi. To'ppa. От всего сердца, от души в душу.